Hammalardan ham minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shu qizim bilan shurda katta qiz bilan yotish sharoitim juda og'ir bo'lyapti. Shuning uchun sizlarni ishlaringizga nima qo'shasin, rivoj bersin. Iloyat sizlar ham shu nimalarda har kuni duo qilaman sizlarni ham. Hammalardan Xudo rozi qilsin. Shu ayol boshim bilan qilishga sharoitim yetmay yotibdi. Shuning uchun ilojim yo'q. Katta qiz bilan bu ko'chada yotib ham bo'lmaydi. Birda sharoitim juda qiyin bo'lgani uchun ilojim yo'qligidan nima qiluvdim. Assalomu alaykum aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar yaxshimi? Aziz do'stlar, biz xudo xolasa kunlikda tirikchilik ko'radigan Nogiron ayolda loyihasiga yetib keldik. Xudo xolasa ishlar avjida. Polностью zaborlar buzib tashabdi. Hozir mana yuqorida ham shifrlarni olish boshlandi, qadrdonlar. Komil usta bilan kelganmiz. Komil qanday endi? Bo'ladi, chiroyli. Ishlar ancha yaxshi. Avjida, xudo xolasa. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Hammalaringizga kattakon rahmat. Mana ehsonlarimiz tushib boshlabdi. Mana uyda egalari ham ancha yordam beryapti, akalari. Shibillar tushibdi. Ancha xursand bo'lib qoldik. Xuddi shunday. Aziz do'stlar, Sberbank kartamizga 4000 rubl pul yig'ilibdi. Opani o'zlarini O'zbekiston Xalq banki kartalariga 337 ming pul tushibdi. Bu yo'g'ga ham ehsondan bardavom bo'lamiz. 2,5 million so'm pul kerak bo'ladi, qadrdonlar. Biz mana shu ishni boshlashimizga mana hozir shifrlar olinyapti. Polностью pogruzchik bilan buzib tashlashga tayyorlanyapti. Zaborlar hammasi olib tashlangan. Opa ham mana shu yoqdalar o'zlari. Zaborlar hammasi chetga mana chiroyli qilib taxlab qo'yilgan. Qandaysiz opa? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mazangiz zo'rmi? Charchamayapsizmi? Ular yaxshi. Mana yurtdoshlarga nima deysiz? Sizga ehson qiladiganlarga. Yurtdoshlar mana ishni boshladi. Katta rahmat. Mana hammalaringizga Alloh kuch-quvvat bersin. Opam ozgina tortin egallar-da. Shunday, opa salgina gapga yo'qlab ko'pchilik o'sha yozishyapti, xijolat qilmang deb. Yangiliklar, opa Shibin kelib tushibdi. Qachon kecha keldimi Shibin? Ha, kecha keldi. Endi Ha, Shibin tushibdi. Endi keladi. qum ham keladi. Keladi. Bundan keyin deb aytgan kelsa nima qiladi? Abitdan keyin keladi. Ha, keladi. Nima ish qilyapsiz o'zingiz? Hozir endi mana shu yerda mana bilan bosh birda o'tiribman-da. Ha, gap yo'q, malades. Xullas, qumda akalari zakaz qilgandi kecha. Qum kelgani yo'q, hozircha Shibin kelibdi. Qum ham keladi. Qum ham keladi, xudo xolasa. Abitdan keyin keladi. Undan buyog'iga jigarlar ehsondan bardavom bo'lamiz. Tosh olishimiz kerak. Bir moshin tosh 900 ming. Keyin nima? Bir tonna sement olishimiz kerak. 800 ming. Keyin mana buni 500 ming, 600 mingga surdirib tashlashimiz kerak. Yo'q, bu yoqqa 2,5 million pul kerak. Hozirda bizda где-то 889 ming shuncha pulimiz bo'libdi. Sberbankdagi va opani o'zlarining kartalaridagi pullar va telefon nomerlarini qoldiraman. 35 36 o'zlarining telefon nomerlari ham kartalari ulangan. Kimdir yana qanaqadir ehsoni bo'lsa, bemalol telefon qilib o'zlariga ham ehson qilishinglar mumkin, qadrdonlar. Shu o'rinda jigarlar, like ni bosib qo'yamiz. Like ni bosib, bizga motivatsiya berib, qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimizga hammalariga kattakon rahmat aytamiz. Qilgan ehsonlaringizni Alloh dargohida qabul qilsin. Siz birini qilgan bo'lsangiz, Alloh taolo mingini qaytarsin sizga. Yashab turgan uylari, mana shu uyda yashab turganlar, derazalari hammasi sug'urib olib tashlanibdi. Aziz obunachilar, mana shu uyda opamiz yashab kelganlar, mana shu paytgacha mana uylari uje buzilishni boshladi, chunki bu uyni buzib tashlamasak bo'lmaydi. Fundamenti ham yo'q, vahmak yeb tashlagan. Termit deydi, sariq qurt deydi, sariq chumoli deydi, taxtakana deydi. Xullas hamma viloyatda har xilcha aytishadi. Bizda vahmak deydi. Ruschasiga termitni shunaqa deyshadi. Xo'p. Mana shu uyda yashab kelganlar shu paytgacha ishlar ketyapti. Shifrlarni polностью iloji boricha butun olishga harakat qilinyapti shifrlar. Endi shifrlar nechinchi yillar urilgan shifrlar, opa? Shu qilinganda Shu
22 yil oldin qilinganda shifer urilgan. Ustidan rosa suv ham tomgan bo'lsa kerak. Ha. Qishda, ha? Nima bo'lib qoldi? Yashagan uylari mana shu uy, mana eshiklari olib tashlanibdi hammasi. Eshiklari olib tashlanibdi. Xullas chang bo'lyapti ichi. Birinchi videolarimizda qo'yganmiz. Xullas sharoit dabdala. Ehsondan bardavom bo'lamiz shu opamiz uchun Alloh yo'lida. Oz-ozdan 100 rubl, 200 rubldan ehson qilib tursak, Xudo xolasa chiroyligina uylar qilamiz. Opamiz Xudo xolasa mana shu chiroyli uylarda qizlarini uzatadilar nasib inshaalloh. To'ylar bo'lsin, to'ylarga kelib xizmat qilaylik aziz do'stlar. Shunday bo'lsin. Xo'p. Qanday endi? Kayfiyatlar qanday? Bugun sal chehrangiz ochilibdi. Bo'ladi, yaxshi. Ha? Bo'ladi, yaxshi. Nima deb o'ylaysiz? Uy bitadimi, bitmaydimi oxirigacha? Endi bitishga harakat bo'lsin. Shu quvvat bersin. Albatta. Albatta, bu yog'i to'xtatib qo'ymaylik, chala qolib ketmasin qadrdonlar. Allohga tavakkal qilib boshlab yubordik, chunki juda katta mas'uliyat. Ertaga borini ham yo'q qilib qo'ysak, juda ham yomon bo'ladi. Shuning uchun qo'limizdan kelgancha yordam qilib turmasak, nima deysan? Komil? Endi ishni boshladik endi bu yerda. Ya'ni Allohdan Xudoim hammaga kuch-quvvat bersin, shu ehson qilayotganlarga ham. albatta. Siz birini berayotgan bo'lsangiz, Alloh sizga mingini bersin. Albatta. Ehsonda bardavom bo'ling deymiz, nimada? Молодец. Ekmadingizmi hali zelildan, opa? Ikki boshlarimda chetma qilmay ketdim. Chesnok ekyapsizmi hali? Suv chiqadimi bu yoqqa? Chiqadi, bitadi. Sal chakkaroqda bu yoqlar. Oxirgi uchastka ekanda. Ha. Oxirgi uchastka. Dokumentlari hammasi yaxshimi? Kadastr, hamma narsasi bormi? O'zingiz nomingizda hamma kadastrlari yaxshi. Chunki chegaran tagiga buzadi, unaqa degan narsa yo'qmi? Chegaran tagini o'sha buzib bo'lgan, kerakli joyini. Mana shuncha nima ko'chadagilar qilyapti, o'zim nomimda kadastr. O'zingiz nomingizda bo'lsa O'zim bo'ldi. nomimda kadastr. Chegaran tagini buzadi. Dokumenti nimasi hammasi joyida. Gap yo'q. Kuzatishda davom eting, qadrdonlar. Xudo xolasa kechga yana bitta video qo'yamiz, layklarni bosamiz. Kommentariyalar kam bo'lyapti. Fikrlarni kommentariyaga yozib qo'yamiz. Kimda qanaqadir fikrlar bo'ladigan bo'lsa, takliflar bo'ladigan bo'lsa, bemalol, bexijolat yozaveramiz. Buni ham buzib tashlaymiz basenda ham. Chunki buni umuman foydasi yo'q. Buning ichida suv turmaydi. Suv turmaydi-da, bu o'zi yorilib ham charchab qo'yganda. Suv quygandan o'sha suv chiqib ketadi bundan. 100%. Chunki